Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang. Omad manzili kommentariyada bo'ladi. O'tib o'z omadingizni sinab ko'ring. Demak, biz boshladik. Fayzullayev, senga Yevropadan aniq taklif bormi? Abbos javob berdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumkor futbolchisi Abbosbek Fayzullayev Rossiya Premyer Ligasi 26-turining eng keskin va murosasiz bellashuvidan biri Spartak va CSKA o'rtasidagi Moskva derbisida faol ishtirok etdi. Uchrashuvni safarda o'tkazganiga qaramay, raqib ustidan 2-1 hisobda zafar quchgan armiyachilar musobaqa jadvalida Spartakni ortda qoldirib, 3-o'ringa ko'tarilib oldi. Ushbu bahsda ilk daqiqadan maydonga tushib, 72 daqiqa davomida o'ynagan Abbosbek Fayzullayev turli manbalarning jurnalistlari bilan suhbatda muxlislarni qiziqtirgan masalalarga oydinlik kiritib o'tdi. Menga aniq takliflar bormi? Qiziqishlar borligi haqidagi xabarlar doim bo'ladi. Men ular haqida to'liq bilmayman. Bor e'tiborimni o'yinlarga qarataman. Agentlarim ham mavsum davomida boshqa jamoalar haqida gaplashmasligimizni yaxshi bilishadi. Kelasi mavsum ham CSKAda qolamanmi? Keyingi mavsum haqida hozirdan gapira olmayman, chunki oldinda muhim bellashuvlar bor. Ularga puxta tayyorgarlik ko'rishim kerak, dedi Fayzullayev. Eslatib o'tamiz, Abbosbek 2023-yilning avgustida Paxtakordan CSKAga 500 ming yevro evaziga transfer qilingan. Shundan beri armiyachilar safida 65 ta uchrashuvda ishtirok etib, o'z hisobiga 8 ta gol va 21 ta assist yozdirib qo'ydi. 21 yoshli hujumkor futbolchimiz transferlarga ixtisoslashgan nufuzli manba Transfer Market portali ekspertlari tomonidan 8 million yevroga baholanmoqda. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.